Ruday ko'chasidan Saodat restorani orqasidan 2-qavatdan 3 xonali yevro remont qilingan kvartiramiz sotuvga chiqyapti. 80 ming so'ralyapti. Yana savdosi bor. Bu yerda bizlarda asosiy kirib kelishimiz eshigi prixoja mebel qilingan, devorlar polностью обой qilingan. Ana endi xonalarni ko'rishni boshlaymiz. Mana bu yerda birinchi xonamiz bu kattalar yotoqxonasi. Kattalar yotoqxonasida ham hamma kerakli mebel jihozlar o'rnatilgan, yevro remont qilingan. Kvartiramizda ikkita razin sanuzel tushgan. Bu birinchisi, unitaz bilan rakvina o'rnatilgan. Va mana bu yerda ikkinchi sanuzel joylashgan. Bu yerda vanna va rakvina bo'lyapti. Bu yerda esa bizlarda kattagina mehmonxona. Mehmonxonada ham uголок qo'yilgan, stol, pufiklari bor, konditsioneri bor, parda, gilam, televizorlar o'rnatilgan. Kvartiramizning hujjatlari tayyor, bir kunda afonsiz qilib olishingiz mumkin. Va mana bu tomonda bizlarda kattagina oshxona joylashgan. Oshxonamizda ham hamma kerakli mebel jihozlar bor. Kvartiramizga faqat kirib yashash kerak. Stol, stul, xolodilnik, stиральная mashinka, gaza, plita, вытяжкалari bor. Bundan tashqari mana bu yerda bizlarda kladovaya bor. Mana shunaqa chiroyligina qilingan. Двухконтурный kotel o'rnatilgan, chopli pollar qilingan, radiator qilingan. Va mana bu yerda bizlarda bolalar yotoqxonasi bo'lyapti. Двухъярусный kровать qo'yilgan, dars qiladigan va termo o'rnatilgan. Do'stlar, kimga qiziq bo'lsa agar telefon qilinglar, yana arzonroq qilib olib beramiz. Pastda полностью ma'lumotni qoldirib o'tamiz. Ko'rishguncha.